shoxini xudo xolasa qaytaramiz. Bu katta shoxlar tevada umuman qolishi mumkin emas. Sababi katta shox tevada qolsa, ularga salqinlik beradi, bu ular o'smay qoladi umuman. Ichkari ketgan ikkita kattasini olamiz, quyosh nuri taxtda tezroq o'sadi. Bu yaqinlashtirib buni ko'rsating. Bu shoxlar mana yangi shoxlar qolyapti. Bular sentabr oktyabrgacha do'stlar 50-60 tur xuddi shu holatda bo'ladi. Yana buni videosini qo'ydim deb. Yana xuddi shu holatda oladi bular. Tanasidan ostosi meva olaveradi. Bu liderni yuzda olib tashlaymiz. Ana bunday o'sha meva olganmiz. Bu meva shoxlarni ham olib tashlaymiz. Bunda ham olamiz, bunga qo'yamiz. Juda ko'pchilik o'rganish shekilli bu abreskani yaxshi usulda hop mevani yirik beradi. Bu ham qaytaramiz, betdan o'sadi yana. Qadam oldingda. Endi hop. Qaytib kelib olavering. Ko'rib turish kerak ketganlar. Mana qaytarib qo'yamiz. Qaytaramiz deganda bu shoxlarni bas, eski shoxlarni olib tashlaymiz. Olib tashlaymiz, bitta qo'ygizamiz. Ba'zi bir joylarda buni bo'lib ikkitalik ham qoladi. Sababi uni mart oyida kechayotganimizda tanlab eng chiroyligini olib qo'yamiz. Ba'zan ko'rsating. Bitta shoxga olamiz. Chiroyli bo'lyapti holatda. Bitta. Bu shoxlarni ham yaxshilab e'tibor beringlar terganimizga. Mana. Oralida bitta qaychida, mana bitta qaych joy qoladigan holatda qilib olib ketyapmiz. Qadoninglar baba, deya mana 2 kun oldin kesdik mashetlarni. Qarang, shoxlarni o'zi bir xilda ta'tilligi yaxshi o'syapti. Fadagilarni olamiz. Xuddi shu holatda qilib mana kesilsa, meva sifatli bo'ladi va ertaroq pishadi. 1, 2, 3, 4 litrli 4 litrli 5 yoshli biybergan shoxlarimiz akalar. Videoga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.